Yo'llar, ularni tamaddunlar, dasht-u shaharlar, quruqlik va dengizni, mamlakatlar va qit'alarni o'zaro bog'lovchi, barcha yo'nalishlarda bog'liqlikni ta'minlovchi qon tomirlariga o'xshatish mumkin. Ishim asosan shu yerda umr bo'yi uzoq joylarga yuk tashidim. Qozog'istonning g'arbiy darvozasi bo'lgan Uralning logistik salohiyati qanday? 2024-yil yakuniga ko'ra G'arbiy Qozog'iston viloyatining Rossiya Federatsiyasi bilan mahsulot aylanmasi $755 million tashkil etdi. Shundan $146 million eksport. Qozog'istondan eksport qilingan mahsulotlar dunyoning qaysi davlatlariga boradi? Kelgusida mahsulotlarimiz Boltiq bo'yiga yuboriladi. Ruminiyaga yuk tashuvini yo'lga qo'ymoqchimiz. Moldova bilan ishlar kengayadi. Bu mintaqa katta, uni rivojlantirishda katta imkoniyat mavjud. G'arbiy Qozog'iston viloyati mamlakatning muhim logistika tuguni. Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi savdo qatnovi uchun asosiy o'tish nuqtasi. Mintaqada transport infratuzilmalari yaxshi rivojlangan. Bitta aviatsiya, ikkita temir yo'l, 6 ta avtomobil o'tkazish punkti, aholining chegara orqali harakatlanishini yengillashtiradigan 19 ta o'tish joyi bor. Rossiyadan Qozog'istonga keladigan yuklarning 40% dan ko'prog'i mana shu viloyat orqali o'tadi. Qozog'istondan Rossiyaga eksportning 60% G'arbiy Qozog'iston orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda Ural va Rossiya mintaqalari orasida yuk tashuvi bilan shug'ullanayotgan Aleksandr Kaftun o'z karyerasini shahar avtobusi haydovchisi sifatida boshlagan. Pandemiya davrida ishsiz qoldi, so'ng yuk tashishga o'tdi, keyinchalik xalqaro yo'nalishlarda ishlay boshladi. Bu sohada 5 yildan buyon ishlayman. Asosan Uralskdan Moskva, Rossiyaning boshqa turli shaharlariga yuk tashiyman. Rossiyadan Qozog'istonga keltiraman. U yoqqa ko'proq quruq meva olib boraman. U yerlardan bu tomonga muzlatilgan tovuq, mol go'shti. Yuklarni sayt orqali topamiz. Hozir ikkinchi furamiz ham bor. Unga Moskvada Qozog'iston Uralskka yuk ortilyapti. Yukni Fafa saytidan topdim. Qozog'istonga qarashli sayt. Unga Qozog'iston logistlari talab takliflarini tashlaydi. Biz narxi va boshqa jihatlari o'zimizga to'g'ri keladiganini tanlab olamiz. Tegishli hujjatlarni rasmiylashtiramiz va yo'lga chiqamiz. Вот мы подъехали на терминал, на въезд. Сейчас будет проверка документов. Здравствуйте. Последний, да? Здравствуйте. Uzoq yo'l bosib o'tish, qimmat yuklarni vaqtida yetkazib berish oson emas, mas'uliyatli ish. Lekin yo'llardagi mashmashalar, turli nazoratlar yana bir muammo. Aleksandr xalqaro yo'nalishlarda ishlaydigan haydovchilar duch keladigan qiyinchiliklar haqida batafsil so'z yuritdi. Здравствуйте. Уральск, Москва, сухофрукты, 20 тонн. Бывает, конечно, и трудности, бывает непогоды. Ba'zida qiyin bo'ladi, ob-havo murakkab, bo'ron boshlansa yo'llar yopiladi. Chegara yonida kilometrlarga cho'ziladigan navbatlar bor, sutkalab turib qolamiz. Uzoqqa ketamiz, oilamizni sog'inamiz, 2-3 kun uyga kelmaymiz. Qizim sog'inadi, qo'ng'iroq qiladi. Dadajon, qachon kelasiz deydi. Tezroq uyga qaytishga intilamiz. Umuman olganda, mening kasbimdagilarning umri yo'lda o'tadi. O'tgan yili Rossiyadan Qozog'istonga 606 mingta avtomobil olib kirilgan. Shundan 245 mingtasi G'arbiy Qozog'iston viloyati orqali. 40% yuk transporti. Qozog'istondan qo'shni davlatga 401.505 ta mashina borgan. Ularning 240.311 tasi, ya'ni 64.8% ushbu viloyatdan chiqqan.
Shundan 63,5% yuk mashinasi. Eng qizig'i shundaki, mazkur transport oqimining 90% Samara viloyati bilan chegaradosh bo'lgan Sirim o'tkazish punktiga to'g'ri keladi. Uning o'tkazish quvvati yiliga 800 mingta mashina. G'arbiy Qozog'iston viloyatida joylashgan Sirim o'tkazish punkti Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi muhim chegara tuguni. U Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yuk va yo'lovchi tashishda strategik ahamiyatga ega, chunki aynan shu yerdan dunyoning turli qismlariga yetkazib beriladigan mahsulotlarning yarmidan ko'p qismi olib ketiladi. Bugungi kunda biz xizmat ko'rsatayotganlarning 90% Rossiya Federatsiyasi, 5% Ozarbayjon, Gruziya, Armanistonga oid. Bizning uskunalar Rossiya Federatsiyasiga avtofuralar bilan Mashtakova o'tish joyi orqali jo'natiladi. Eng yaqin shaharlarda esa dilerlar qayerda ekanligiga ko'ra yo'nalishlar bo'yicha taqsimlanadi. Что касается Азербайджан, Грузия, Армения, там также Ozarbayjon, Gruziya, Armanistonga yuklar atrov orqali paromlar yordamida ham tashiladi. Yuk Astraxan orqali Ozarbayjon, Gruziya va Armanistonga boradi. Biz Moldovaga ham yuborganmiz. U yerda logistika hubi bor ekan. Aqtov orqali ishlaganmiz, ya'ni port orqali. Buyurtmachi avtomashinasini Aqtov porti orqali jo'natgan. Ozarbayjonga, Gruziyaga, Bolgariyaga, Moldovaga, yanada uzoq manzillarga jo'naydi. Bolgariya и Moldova дальше. G'arbiy Qozog'iston avvalo uglevodorod xomashyosi eksportchisi sifatida tanilgan. Bundan tashqari viloyat neft mahsulotlari, un, go'sht konservalari, makaron, kolbasa mahsulotlari, nasos kompressor quvurlari, transformatorlar, neft, gaz sohasi uchun butlovchi va ehtiyot qismlarni xorijiy davlatlarga sotadi. Bu jarayonda logistik muammolar ham tug'ilishi mumkin. Viloyat tadbirkorlik va sanoat innovatsiyaviy taraqqiyot boshqarmasi rahbari Nurjan Utibbayev eksportchilarni qo'llab-quvvatlash, eksportni kengaytirishga davlat ko'rsatayotgan yordam haqida gapirdi. На самом деле наши экспортеры сталкиваются Ochig'ini aytganda, eksportchilarimiz mahsulotlarini xorijga sotayotganida qator muammolarga duch keladi. Shulardan biri Rossiya Federatsiyasiga o'tuvchi Sirim punktida kuzatiladi. Mollarimiz Rossiya chegarachilari tomonidan uzoq tekshirilishi sababli 3 kungacha turib qoladi. Shuningdek, viloyatimizda eksportni rivojlantirish, eksportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat ko'magi, davlat dasturi doirasida asosiy mexanizmlarni tushuntirish borasida ishlar olib borilyapti. Jumladan, Kastret savdo siyosatini rivojlantirish markazi aksionerlik jamiyati orqali eksportchilar xarajatining bir qismi qaytariladi. Eksportga ko'mak chora-tadbirlari mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan. Bu Qozog'iston sanoat va eksport markazi, Qoz sanoat. Har qanday mintaqaning tranzit salohiyatini, ayniqsa avtologistikani rivojlantirish uchun yo'llar mukammal ahvolda bo'lishi kerak. Agarda nazorat o'tish punktlaridagi navbatlarga sifatsiz yo'llar ham qo'shilsa, transport turib qolsa, butun logistika tizimi ishdan chiqadi. Shu sababli mintaqada yangi yo'llarni qurish, eskilarini rekonstruksiya qilish faol davom etyapti. Transport infratuzilmalari sifati yaxshilanishi, eksport va import hajmi ortishiga olib keladi. Hozirda yangi yo'llar qurilishi rejalashtirilyapti. Qurilish, rekonstruksiya, to'la ta'mirlash ishlari ketmoqda. Bu viloyat yo'llari 70 kilometr, tuman ahamiyatiga ega yo'llar 152 kilometr. Jami 225 kilometr yo'l qurilishi rejalashtirilgan. 38,8 milliard tenge ajratilgan. Bu mablag' joriy yilda to'liq o'zlashtiriladi. Tegishli mablag' yil boshidan taqdim etildi. Quruvchilar tomonidan zarur inert materiallar keltirilgan.
Reglament qandayligini ochig'i bilmayman. Bu tomondan kirib kelamiz. Oldin soliq, keyin pasport bor bo'lsa, veterinariya nazoratidan o'tamiz. Fitotekshiruv ham ko'zda tutilgan. Ish taxminan shu tarzda davom etadi. So'ng chiqib ketamiz. Ko'rishadi va o'tkazishadi. Rossiyadan kelayotganda ham shunday. Muzlatilgan go'shtni veterinar ko'riga, pasport, soliq nazoratidan o'tkazamiz. Qozog'iston ortiqcha injiqlik qilmaydi. Bu bizning ishimiz. Ba'zan yoqadi, ba'zan nima deyishni ham bilmayman. Сонымен қатар қайта жаңарту бойынша Подстепной Федоровка Россия. Bundan tashqari, Podstepnoye Fyodorovka Rossiya Federatsiyasi chegarasidagi avto yo'l rekonstruksiya qilinyapti. Bu yo'nalish Rossiya Federatsiyasining Orenburg viloyatiga olib chiqadi. Bu uchastkadagi ishlarni yakunlayapmiz. Shu yilning o'zida foydalanishga topshirish niyatidamiz. Bundan tashqari, Qozog'iston Respublikasi Xavfsizlik kengashi topshirig'iga ko'ra, avtomobil o'tish punktlarini rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. Қайта жаңарту жұмыстары қарастырылған. Biz G'arbiy Qozog'istonning avtomobil yordamida yuk tashish va logistika imkoniyatlari haqida batafsil gaplashdik. Endi Uralsk temir yo'l va aviatsiya tranziti imkoniyatlariga o'tsak. O'tgan yili mintaqa temir yo'llari orqali 33 million tonna yuk tashildi. Ta'kidlash lozimki, Rossiyaga borayotgan yuklarning 26% aynan G'arbiy Qozog'iston hududidan o'tadi. Железнодорожная магистраль проходит по северной части. Temir yo'l magistrali viloyatning shimoliy qismidan o'tadi va uni Rossiya bilan bog'laydi. Bundan tashqari bilishimizcha, viloyat neft mahsulotlari, un, go'sht, konserva, makaron, kolbasa mahsulotlari, tirsakli val, nasos va kompressor quvurlari, transformatorlar, turli ehtiyot qismlari, neft, gaz uskunalari detallarini eksport qiladi. Lekin eng avvalo viloyatimiz xorijga uglevodorod xomashyosi jo'natishi bilan mashhur. 2024-yilda G'arbiy Qozog'iston viloyatining Rossiya Federatsiyasi bilan mahsulot aylanmasi 755 million dollarni tashkil qildi. Shundan 146 million dollarini eksport tashkil etadi. Bu esa o'tgan yillarning shu davriga nisbatan ancha ko'p. В принципе, рост есть. Manshuk Mametova nomli Uralsk xalqaro aeroporti 2022-yilda to'la rekonstruksiya qilindi. U yiliga 540 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. 2026-yilga borib bu ko'rsatkich 600 mingtaga yetishi kutilmoqda. Havo orqali yuk tashishning o'sishi mintaqada eksport bilan bog'liq rejalar ro'yobga chiqarilishiga ijobiy ta'sir qiladi. Прогноз на экспорт на 2020. Prognozga ko'ra 2025-yilda 340 million dollar qiymatga ega mahsulot eksport qilinadi. Ana shu prognozdagi ko'rsatkichlarga erishish uchun qator loyihalarni ro'yobga chiqarish ko'zda tutilgan. Mamlakat prezidenti yangi import o'rnini bosuvchi yuqori texnologik loyihalarni ishga tushirish topshirig'ini bergan. Высокотехнологичных проектов было поставлено президентом нашей страны. Shuning uchun joriy yilda biz viloyat hududiga yangi loyihalarni jalb etamiz. Ularning ishga tushishi ishlab turgan mavjud korxonalar bazasida eksportni kengaytirish, rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga erishish imkonini beradi. Предприятий и позволит обеспечить исполнение запланированных показателей. Xorijiy investitsiyalarni jalb etish bilan birga mamlakat korxonalarini rivojlantirish, Uralskka xorijiy kompaniyalarni olib kelish shubhasiz mintaqa logistik salohiyatini kuchaytiradi. Nurjan Utibbayev aytib o'tgan eng yangi loyihalardan biri umumiy quvvati 250 tonna bo'lgan Italiyaning Sigme kompaniyasi tomonidan ishga tushirilgan emallangan alyuminiy simlarni ishlab chiqarish sexi bo'ldi. Bunday loyihalarning ishlab turgan korxonalar bazasida ro'yobga chiqarilishi eksport hajmi oshishi, ko'zlangan marralarni egallashga yordam beradi. На перспективе мы планируем поставить... Istiqbolda mahsulotlarimizni Boltiqbo'yiga yuboramiz. Ruminiyaga yuk tashishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Moldova bilan ishlar kengayadi. Bu mintaqa katta, uni rivojlantirishda katta imkoniyat bor. Регионы довольно-таки большие и потенциал очень большой. G'arbiy Qozog'iston, jumladan Uralsk shahrining logistika salohiyatini yanada kengaytirish o'ta muhim. Mintaqaning 2025-yilga mo'ljallangan 340.4 million dollarga teng eksport prognozi ham shundan dalolat beradi. Qozog'iston orqali sharqni g'arb bilan bog'lovchi transport yo'laklarining asosiy ustun jihati masofalarni ancha qisqartirishida. Qozog'iston orqali Xitoy va Yevropa o'rtasidagi yo'lak to'laqonli ishga tushganida transport dengiz yo'llariga nisbatan 2 marta, Rossiya hududi orqali tranzit qilinganidan 1000 kilometrga kam yo'l bosadi.
Qozog'iston shimol va janub, sharq va g'arb o'rtasidagi global chorrahada joylashgan. Bu esa mamlakatimiz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Shuning uchun transport logistika sohasi iqtisodiyotimizning harakatlantiruvchi kuchiga aylanishiga shubha yo'q.